Hashbashtigacha mushu cho'ng uyda opam bilan ikkimiz qolganiga 1,5 yil o'tdi. Yo'q. Opam yolg'iz turayotganiga 1,5 yil bo'ldi. Mening o'z oldimga oilam bo'lganlik sabablik bu uyga 2 kunni bir kelatdim. Mushuni 2 kundan yoqi sal mijozim yo'q. Mushu uyda uzoqroq turib qoldim. Mushu uyning har bir bo'ling'ishqahlaridan atamning sahisi va hidi ta hozirgacha ketgani yo'q. Mana mushularning hammasi dadam bizga qoldirib ketgan bayliqlar. Bir umr yig'ib shu isil tarbiyalardan boshqa yana bizga jafoliq ajrlari bilan qoldirib ketgan mushu bayliqlar. Boshqalar bu eski narsalarni setvasanlar bo'lmamdi deydi. Lekin menga nisbatan bu oltindan qimmat. Mana endi sizlarga ko'z tig'inim. Atam kichigidan o'zi tikib cho'ng qilgan mevla daraxtlar, bog'lar. Atam ketib shu yilisi bek qurib ketdi. Nurg'ulg'an daraxtlar qurib ketdi. Endi 2-yili bu xeyli asliga keldi. Mana mushu shaxshupurlar atamning jaboliq qantarlar badalariga kelgan shaxshupurlar. Bularga qandoq ko'zim qiysin. Mana qarang. Bu nishbitlarning bo'p ketganini garchi atamning baridek yaxshi parash qilamiz, ammo lekin mushu bog'larni ko'kartib turganimizga shuning xush bo'laman. Ayni yillari atam mushu baqqa tushib ishlaganida mening tushib ishligimga kelmaydi. Ham qarg'imga kelmaydi. Lekin mevla pishgan vaqtda pat tushib yo'qlatdim. Endi hozir uyga kelsam-la baqqa tushib birar qur aylanib chiqatdim. Mushu bog'larga qarab to'ymayman. Ba'zida mushu bog'larga qarab xushallik yoshlarim oqqan bo'lsa, yana ba'zida pushaymon va armonda qolgan yoshlarim oqadi. Turmushda hammaga bardoshlik berib, ko'nib yashash kerak ekan. Yashaganimiz chuqum hayotlik qadrimizni, kishilik qadr-qimmatimiz bilan qo'limizdan kelishicha yaxshilik qilib, mehribonlik bilan hayotimizning sabrini davomlashtirishimiz kerak. Nima degan rahat. Yetib qonmayman. Qarab to'ymayman. Opamning uyi nima degan rahat, nima degan go'zal.